Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylardaki qarindaşlarım. Bunu biraz düşürümüz. Qadirlik qarindaşlar. Yine işxana köşkenti qadirlik qarindaşlar. Şoňlaşqa bugünkü yeni bir yerimizde, işxanamızda sizler bilen birlikte bu tedbiriye isim dersinin 82-de Ünümdar kişilerinin 7 adeti Amerikalık yazgıcı Stephen Covey'ninki The 7 Habits of Highly Effective People degan dersini kelgen yerden bu kitapni birlikte öğünüşke devam kılımız canım dostlar. Bugün biz 7. adet boğan qaysı adetken özünü yenilaş prensibi boğan herini bilep dur. Yani Türkçe'de paltıyı bile dep aşıldeptim. Yani herini bilep dur diyen dersini birlikte öğünümüz qadirlik qarindaşlar. Bu ünümdar kişiler kandak kılıp ünüm kazanıptı işlerde öğünüşünü davamlaştırırız. Bugün biraz vaktimiz keyinroq başlap kaldık. Şunda olsun ders biraz uzunroq sürüp gelişi mümkün. Biraz iştigirak okuyma. Şoňlaşqa keçirgeysizler. Mening avazım çıktı mı çıkmadı? Onunla bir cevap bergen bolsaňlar, canım dostlar. Avazım var mı yok mu? Avaz bolsa, yaxşı bolsa birini bassaňlar, canım dostlar. Avaz barken avazımız yaxşı çıkıp etipdi. Ada olsa dersimizni birlikte öğünüşünü başlayımız canım dostlar. Yani bu mayadaki 3 tane toğru okuyulgan neyse ondaki üstüde katakçılığı var bunun içinde. Bunların hemmisininki özünün bir mənisi var qadirlik qarindaşlar. Meğer qarasaňlar bilisizler. Özara tayiniş mezgili en üstüde. En astıda birinci ulap kılgan işimiz tayinişcan mezgilini yani yekki dairesi muvaffakiyetki eriş için adetlilik tegişlik 3 adetini biz birlikte öğünüp öttük. Aktif teşebbüskar bol birinci adet. İkincisi nişanlık iş başla. Üçüncüsü muhim işini başta kıl. Ondan keyin müstakillik mezgilimizge keldik. Ondan keyin dördüncüsü yani kollektif dairedeki muvaffakiyetga eriş için ictimai halatda biz teng neplen degan prinsipni yani teng neplen degan adetni yetildirishimiz. Ondan keyin düşen andan tushunilishni ista deganni oltinchisi bo'lsa yaxshi hamkorlash degan mazmunni birlikte öğünüp o'tdik. Endi 7. adet nima ekan desanglar, 7. adet nimeti? Yani özünü yükseldiriş ve yaxşılaş. Bunundaki 7. adet herini bilep dur. Yani ketmenini işletmesen galışıp kalıdı. Bıçakla işletmesen galışıp kalıdı deydiğin gibimiz var. Yani bizi tatlışıp gidiyor. Şuna daim bilep işletip duruş gerek demekçi okşaydı qadirlik qarindaşlar. Bunu Türkçe torbetlerden kitap setip aldığı yerden izlesenler 7 alışkanlık dep izlesenler çıkıdı. Türkçesini ben şu dersten burunki yollamalarda yollap koydum. Bazı PowerPoint'larını çıkarıp diken 7. şu adetki alakadarlarını yollap koydum. İyadın kürvasanlar PDF'ini düşürvasanlar buludu ulanmasını berdim qadirlik qarindaşlar. Anda olsa biz derse kirip geçişten burun bir kiriş söz buludu diken bunun kıskıça şunu birlikte öğünüp ütümüz. 10. bab 7. adet herini bilep dur üzünü yenilaş prensibi. Kişilik hayatta meblağ salışqa en erziydiğini del üzünü çeniq duruş. Çünkü
turmuş ve alakada tamamen üzüge taynışqa doğru kilodu. Bu intayin kıymetlik çare. Hizmet iqtisadi cihetten bexatarlik tuygusu yaratılmaydı. Bir kadar yaxşı fikir qilish, ögünüş, yenilik yaratish ve maslashish iqtidorini hazırlagandılar. G'oliblik maqomiga yetkili boludu debdi. Baylıqqa erishganlik iqtisadi jihatdan mustaqil bo'lganlikqa direk emas. Baylık yaratish iqtidorila haqiqiy ishonchlik tayançdır debdi canım dostlar. Ana olsa bir aqliya sözünden başlayımız. Bazıda büyük işlarning mu aslida kichik ishlardan boshlanganligini o'ylasam, jahonda kichik ish yo'q degim keldi. Bruce Barton, yani Amerika'nınki sobiq Avam Palata a'zosini, yani ilanchilik shirkatim bor ekan, bu odamninki ilanchi ekan. Şunun degan gap ekan, aqliya so'z ekan. Ormanlıkta derek kesip atkan bir işçi bilen dokuruşup kaldınız dep kıyas kılaylı. 5 saatten beri bir tüp terekini kesimen dep joluqı çıkıp hala kalmagan yağaç kesküçüge herinizni bilep andın kesseniz bombamdı deyişiniz mümkün. Yağaç her dep bulanmay kalganda herini bilep oturduğunda ne çol? Belkim o şundak cevap vere. Öz üzünü yükseldiriş ve yaxşılaşının 4 katlımı. 7. adet şəxsinin iqtidara qaratılgan. O sizge təalluq en mühim baylık bulup sizde qoqdaydı ve əlalaşdırdı. O 4 cəhətin sizin tabii xaslığınızı, yani beden, ruh, akıl, hissiyat, yani ictimaiyyetinizni yenilaydı. Mundaqça aytqanda, herini bilep duruş bu 4 amilning hemmisinin yığındısıga teng boludu. Hemmiga itibar berip, sizge baxşandı qilgan bu 4 qatlamdan ünümlük paydalanışımızı közdüdü. Mesela birlikte körep ötüdüğün bolsak, o 4 tane katlamını çemberden 4 tarafıga yezip duruşunda ama üstüdekisi beden çeniqish, ozuqlanish, besimni tengshash. Ondan keyin ictimaiyet, hissiyat, mulazimet, zenselish, önümlük hemkarlık, bexatarlik tuygusu. Onun karşı tarafı qaraydigan bolsak, beden, ozuqluq, tasavvur, saqlıqni saqlash, sizish degandek. Astidagisi ruhiyet ni muqimlash, qat'iylik, ögünüş, qimmat qarash degan mazmunlar ekan. Buni resimga tortib chiqarib qo'ydim. Eng ustidagisi beden chiniqish, ozuqlanish, besimni tengshash, uning eng ostidagisi qarshi tarafidagi ruhiyet, muqimlash, qat'iylik, ögünüş, qimmat qarash. O'ng tarafdagisi ijtimoiy hissiyat, mulozimat, zansilish, unumlik hamkorlik, bexatarlik tuyg'usi. Onun qarshidagi sol tarafdagisi beden, o'qish, tasavvur, planlash, yezish deganlarkin. Kechiringlar, biraz zukam bo'lib qolgandim. Shunda o'sima ögünüşimizni, o'qishimizni davomlashtirmasak bo'lmaydi. Perizat dedimiz, Allah razı olsun, rahmet, Öğrülqa, Hasan, yengimizden Allah razı olsun, hanımdan. Tirikçilik qilishimiz veya ki töhbe in'am quşumuzning birdan-bir asosi bo'lgan bedenimizga silingan mablag' o'zimizdagi eng naf beradigan mablag'dir. Muvaffaqiyat qozonishimizdagi qural del özümüz. İş ünümümüzü östürümüz deydikenmiz. Vaqt çıkarıp tığını, yani özümüzü bilip çağlap turuşumuz kerekligini bilişimiz gerek. Rahmetli dedem deydigan rudimentleşip kaladı deydigan bir gap var.
Belki bu Marksizmninki felsefelerin üyengelli bilidi. Yani işletmeye ya o şu nöp gitidi, yokap gitidi, terakki kılanmaydı degan bir gepli var. Şuna okşaş biz işletip durmasak, biz üzümüzni çenik durup, aklımızı, kallamizni, bedellerimizni çenik durup durmasak, o ya terakki kılanmaydı demekçi canım dostlar. Hem de ten katlımı, 4 katlanma degan tok ten katlımı. Ten katlımı bedenimizni ünümlük asraş, qoğdaşqa, yani sağlam uzuqlunuş, yeterlik demeliş, şundaqla qararlik çeniqib turuşqa qartılgan. Çeniqiş əslində ikkilemçe işler qatarı turduğan narsa. Vahalenki o təxirsiz sanalmağaçqa oğayla sel qarılıb qalıdı. Neticede Jack Adem meşqini izchil davamlaştıranmay saqlıqıdan oğayla çataq çıkıdı da əslində uncha bola ciddi sanımaydigan ikkilemçe iş birdilla hemmedin muhim işqa aylanıp qalıdı. Demesi bu beden çeniqtirishqa sel qaravatımız mende o yok bu işçi. Ali mektepte okugan vaqtlarımızda, ondan keyingi vaqtlarda batı. Beden çeniqtirgan çağda, ten terbiye bilen şug'ullangan çağda adamninki iradesini acayip çeniqtirdi. Şoňlaşqa bununla dikkat qilishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Rudimentlashib qoladi. Shundaq o'qiganlar hammasi bunu biladi. Allah razı olsun. Nurgul adam beden çeniqtirdiganga vaqtim yo'q deb o'ylaydi. Mana bu ecellik hata qarash. Acaba beden çeniqtirdiganga vaqtimiz yok mu? Haftada 3 saatdan 6 saatgacha kuniga 30 minut vaqt mı çıkmaz mı? Bir haftada yana qilib qoladigan 160-165 saat vaqtingizning beyesap paydasını o'ylaganingizda munchilik vaqt hech qancha narsa emas. Beden çeniqtirish uchun maxsus sayman uskunalarning bo'lishi hojatsiz. Albatta, siz cheniq saryi yoki maxsus cheniqish asboblarini ishlatman yoki tenis top, choylo top degandek texnikalik hareketler bilan shug'ullanaman desangiz, bu ayrim gap. Lekin meningcha bu harini bilib turishning birdan-bir zarur shartlaridan emas. Ailədimi muvafiq çeniqish usullari orqali chidamchanlik, moslashchanlik, kuch mashqini elib berish tamamen mumkin. Chidamchanlik aerobik yani oksigenlik yani bedenning oksigen yetkizgüchi a'zolarini ko'rsatadi. Hareketni manba qiladigan bo'lib, yurak qon tomirlarining bedenge qon yetkazish iqtidori asosida ishqa oshadi. Yürek muskuldur. Lekin onu bevosita çeniqtirish tez. Fakat çoğ muskul to'qilmalarini çeniqtirish, yani tizmenish, yugurish, velosiped minish, suv uzish, dala faoliyati, qor teyilish, ast yugurish qatorliq hareketler orqali yurakni çeniqtirish tamamen mumkin. Yürüyüşünüzün sokuş ritmi minutuğu 100'den tüven halette 30 minut saklayalısınız. Sizde asasen sağlam digülük. Tomurunun en yukarı sokuş ritmi 60% yetkizishga tirişalısınız. Texmo yaxshi. Yani 60 demekçi buluşu mümkün. Persentni qetib qoptu. Tomurning en yuqori so'qish ritmi dal yurakning so'qish ritmining en yuqori suratidir. Normal ahvolda 220 dan yeshingizni chiqarib bersak belgili bo'ladi. Masalan, sizni 40 yosh deyli, undaqda mashq jarayonida yurak ritmini 108 dan tuban holatga yetkazishga tirishingiz kerak degan gap. Masalan, bu yerda formulasını depti. O formalarını çıkarıp kayma aşağıya. Nimdatta 220'nin alımız 40 ne? Onda olsa 180 iken. 180 küpeytimiz 0.6 ne?
108 bo'ladi ekan. Bu formulalarni o'rganib olsak bo'ladi ekan, qadrli qarindoshlar. Ko'pincha mashq önümüde yürekning eng yuqori so'qish ritmi 72% dan 87% aralig'ida bo'lsin muvaffaq deb qaraladi. Endi evrishimlik. Bu odatda elastiklik bu deyiladi. Suzuluş hareketini asas qiladi. Ko'pincha mutaxassislar aerobik chiniqishning oldi keynida oldin badan qizitish ve to'xtash, yani suzulishga diqqat qilishni eskartadi. Oldin badan qizitishning muskullarni bo'shatib, issiqlikni oshirish, chiniqishga tayyorlanishga foydasi bor. Asta to'xtash laktik kislotaning ojizlashishiga yordam berib, muskullarning og'rishi, uyushib qolishini bosadi. Endi kuch mashqi. Oddiy yumuşak gimnastik türleri. Keçirisizler. Endi kuch mashqi debdi. Oddiy yumuşak gimnastik türleri yer beg'irlash, qo'saq qatlash, o'ltirib qo'pish, eg'irlik ko'tarish degandek uzoqqa suziladigan muskul mashqlarni ko'rsatadi. Kuch mashqini odatga qarab har xil ishlash mumkin. Mubada siz jismoniy emgak yoki tantarbiya bilan shug'ullanuvchi bo'lsangiz, kuchingizni oshirish, iqtidoringizni yuqori ko'tarishga asqitib qolar. Agar aqliy emgak qiluvchi, uzun o'ltirib ishlaguvchi va bizga o'xshash harakati az odam bo'lsangiz, aerobik chiniqish, so'zilish mashqidan boshqa kuch mashqini qo'shimcha qilmasangiz bo'lmaydi, debdi jilim do'stlar. Men bir qatim mashq fiziologiyasida doktorlik unvonini olgan bir do'stim bilan mashq sariga borgan edim. Onun maqsadi kuch mashq qilib kuchini oshirish edi. U menga belgilik paytda ishtankini qo'lidan ilib olishni topalab mashqqa tushib ketdi. Men bir chetda qarag'ash saqlab turaman. İştanki kütürüldü, düşüdü. O bana bağırgan sırı eğrilişip gitiyatqandek, dostumu berdaşlık birenmeyatqandek tuyulup gitiyatattı. Lekin o çiğdap davamlaştırıvattı. Küçeştin onun yüz tirileri taatışıp, tomurları köpçüp çıkkan idi. Emdiği çakırıp, al bunu deyittim. Tıtıldap durup. O es hoşunu yokutup, nima qilayotganimni anqirolmayotamdi ya deb qolatdi ba'zida. Lekin u meni hayron qoldirib, ishtankini xotirjam qo'yatdi va yana ko'tarishga boshlatdi. O oxir mendan ishtankini ilib olishni o'tindi. Nima deb muncha uzun kuchaysan? Steven, mashqning napirdigan yeri eng oxirida. Küçümni aşırman deydiken ben, muskul talaları yerilgıça, nervi talalarım ağrıp çiryolmagıça küçüyüşüm gerek. Şundala tabii küçüm texmo toluqunludu. 84 saat işide bedendeki to'qilma talala texmo küçüyüp çıngıydı. Onun demekçi bolğununu anqırıp yettim. Bizdeki hissi muskullarımı sabır taqat degandek, shuningga o'xshashli bir gap edi. Chidamchanlik mashqi oldingi qatimliq chekdimmi eshib tushgandilar. Hissiyat talolari yerildi-da, texmi mustahkam holatda to'liqlanadi. Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotganimiz Önümdar kişilerin 7 adeti Stephen Covey'ninki, Amerikalık yazgıcının kitabı. Qadrli qarindoshlar, biz 7. adet herini bilepti diyen ünvatımız. Dostum güçünü aşırmakçı idi ve onun epi cepini obdalla düşengen idi. Toğra, hemmimizden onun da güç meşgul kılışımızın haceti yok. Ama biz ten katılmamızı yanılap duruşumuz, yani herimizni bilep duruş arkalık onun hizmet önümünü yaxshilashimiz,
obdan saqlashimiz kerak. Mashq aql bilan bo'lg'ini afzal. Ko'pincha uzoq mezgil izchil mashq qila olmaydi. Qilg'inda bo'lsa chekdan oshirib o'tadi-da, behuda og'riq, zaxm, yaralanish paydo qilib qo'ydi. Mashqning normal asta boshlangani xo'p. Yana kelib, mashqning eng yangi tadqiqot natijalari doktorning tavsiyasi va o'zingizning arzu irodangiz bilan mas bo'lg'ini texmo afzaldir debdi jonim do'stlar. Dastlabda balkim mashqqa degandek moslashib ketolmasligingiz, hatto 10 kundala xo'sh yoqmaymi qala. Lekin shundaqdimi chidang, aktiv bo'ling. Yugurishni planlagan bo'lsangiz, yomg'ir yog'simi mayli, to'xtab olmang. Yomg'ir yig'ib ajab yaxshi bo'ldi. Bedenimle emas, irademni chiniqtirib oldigan bo'ldim deganlarni o'ylang. Yurak nafas sistemasining iqtidorining eshiga agishib, vena tomiringizning so'qish ritmi ostilaydi. Bedeningiz zo'r kuch talab qiladigan harakatlarga moslashadi. Ko'p harakat qilsangizmi charchamay, yengil his qiladigan bo'lasiz. Tush kashlarimi har qanday xizmatga ruhingiz ko'tarangi, kayfiyatingiz jo'shqin holda kiralaysiz. Chiniqmagan chaqdagi harg'in tuyg'u sizda qayta ko'rilmaydi. Sizda birinchi odatdagi o'xshash aktiv, tashabbuskor muskul yetildirish chiniqishining eng cho'ng foydasi bo'lishi mumkin. Chiniqishingizga to'sqin bo'ladigan pasif omillar bilan hapilishib yurishni emas, sog'lom badanni qo'g'lishni tut maqsad qilib turib, bo'shashmay chiniqib bersingizlar, o'zlik baho, qadr-qimmat, hurmat, ishonch tuyg'ungizni hassilab ish berishida hech qanday gap yo'q. Debdi qadrli qarindoshlar. Endi bu badanni chiniqtirishga aloqador tan qatlamini so'zlabdi. Harini bilib turadigan 4 qatlam bor ekan. Endi bu ikkinchi qatlam ma'naviy qatlam. Adam vujud bilan emas, ma'naviyatimizni chiniqtirishimiz kerak ekanligini hamda birlikda Stephen Covey'ninki Unumdor kishilarning 7 odati degan kitobdan birlikda o'rganamiz jinim do'stlar. Ma'naviy qatlami. Ma'naviy jihatdan o'zini yanglab turish ikkinchi odat bilan zich bog'lanishlik bo'lib, u sizni insoniylikqa texmo yaqinlashtiradi. Bayatim birinchi, ikkinchi odatning gapini dedik. Birinchi odat aktiv tashabbuskor bo'l, ikkinchi odat nishonliq ish boshla degan gapni ko'rsatdi qadrli qarindoshlar. Ikkinchi odat. Belkim to'g'rida biroz masala bo'lishi mumkin. Ma'naviy qatlami, ma'naviyat qatlami. Ma'naviy jihatdan o'zini yanglab turish ikkinchi odat bilan zich bog'lanishlik bo'lib, u sizni insoniylikqa texmi yaqinlashtiradi. Ma'naviy safa insonning mohiyati, yadrosi, shundaqla qimmat sistemasiga bo'lgan qat'iyligi bo'lib, u ham xususiy ham intayin muhim soha. U bedendeki ilham, rıgbet rolunu oynamak için mənbələrni qozg'ata ve sizni insaniyetinin məngülük haqiqatları bilen çin bağlap turalaydı. Bu nokta kişiler ara her xil tüste meydana çıkıdı elbette. Bazılar münevver edebi eserlerden yaki müziklerden bekrek uzun iş arkalık özünün mənəvi sübutunu yığılab dursa, yana bəzilər təbiət bilan aloqa rishtisi o'rnatish orqali bu maqsadga yetalaydi. Men bo'lsam, ya'ni yozuvchi demakchi, men bo'lsam har kuni bütün zihnim bilan muqaddas kalamni o'qish va u haqda fikr yurgizish orqali o'zimni yenglab turaman. Bu tarafi menga tushdi ekan qadrli qarindoshlar. Çünkü onun kıymet karışımını ayan kılıp durdu. Onunla her bir yüzlenginimde
Qaytadan to'lg'andek ruhim ko'tarilib, ishonch, e'tiqodim mustahkamlanib, kishilar uchun o'zimni bag'ishlash irodam qaytadan chingib bordi. Tabiatga zavq qo'yish orqali ma'naviyatni yangilab turishmi karomat ish. Kulli koinot o'ziga zavq qo'yg'uvchilarga hidoyat baxish etguchidir. Shaharning varang-churung, shavqin so'ralaridan uzab, tabiat o'ziga mujassamlab yotgan hamdamlik ritmiga quloq solganimizda vujudimiz pak-pokiz chayqilib ketadi. Tashqi dunyoning qalaymaqan varang-churunglari qalbingning tinch aminligiga qaytadan bostirib kirmaguncha hech qanday bir narsa seni behuda aromsizlantirmaydi. Yazgıcı Arthur Gordon özünün ma'naviy yengilish jarayonini bayon qilgan asosda monolarni yozgan edi. Bir mezgil o hayotni shuncha bilan ma'nisiz his qilib, uzil-kesil tushkunlashib ketadi. Hatta bara-bara ahvoli yomonlashib, doktorga ko'rimiz bo'lmaydigan darajaga berib yetadi. Tekshirsa hamma yeri sog'lom. Shuning bilan doktor uningga balalıqında eng yoqtiradigan joyda bir kun turishdan iborat ma'naviy safarni tavsiya qilibdi. Va tamoq yesi bo'ladigan, ammo gap qilish, o'qish, yezish, radio anglashga bo'lmaydiganligini eskartibdi. Hamda birini soat 9da, qolganlarini ayrim holda soat 12da. Tushdan keyin soat 3 va 6da ichishni topilab 4 ristib, yezib, yolgu saptı. Ertesi Gordon balılıqıda berişini en yaktırdıgan deniz sahiline kilip, birinci resmini eçipti. Qağazga zan selip anlan degan xatla kirgizilgan ekan. Elishib qolmaganda bu doktor, "Mushu petim 3 soat turamdim bu yerda." Onun tunji inkası shu bo'pti. Lekin doktorning jekilishi bo'yicha qilib bakmoqchi bo'lib, atrofdan kelayotgan har xil tivish sadolarga quloq soldi. Dengizning shavqini, qushlarning sayrishi, uzun o'tmay o dastipida ancha zansilib qo'ymagan boshqa nurg'un ovozlarni anglashga boshlabdi. O ovoz har xil tivish sadolarga quloq solgach, balaliqidagi dengiz onun o'rgatgan sabr toqat, izzat, hurmatni shundaqla hamma mavjudotning bir jon, bir talliki haqidagi ta'sirotlarni yodiga oldi. To'lish ovozda jimjitlikning sadosi onun sezgi nervlarini asta tinchlantirishga boshlabdi. Tushdiki o ikkinchi resm qog'ozni echibdi. O'tgan kunlarga qayt. Nimaga qaytaman? Balaligimgimi yoki o'tib ketgan go'zal daqiqalargami? O esida qolgan ko'ngillik ishlarni har bir tafsilotlarga qadar eslashga tirishibdi. Qalbi bara-bara allaqandoq tatliq tuyg'udan ilinishga boshlabdi. Tushdan keyin soat 3 bo'lganda o 3-chi varaq resm qog'ozni echibdi. Oldingi ikkisi qilish oson ish bo'lgan bilan muddaoyingni tahqiqla deb yozilgan monusini qilish uncha oson ish emas edi. Dastlabida o o'zining qilmish atmishlarini aqlabdi. Muvaffaqiyat va boshqalarning e'tirofiga erishish, tinch aminlikni qo'lga keltirish uchun midilmay bo'lmaydi-da. Yana bir turib o'ylasa, qilganlarining qandaqdir bir yeri to'g'ri emasdek. Balkim uni tushkunlashtirgani dal shu omildir. O'tib ketgan xushal roziman turmushini bir rat ko'z oldidan o'tkazgandan keyin o oxir tugunning yeshimini topgandek bo'pti-da, monolarni yezibdi. Men tuyuqsizla noto'g'ri muddaoning tugamas xatoliklarga elib bordig'ini bayqab yetdim.
Men poştikeş, satıraş, sug'urta xodimi yoki meyli poştikeş, satıraş, sug'urta xodimi yoki oila ayoli bo'l, boshqalar uchun xolis ter to'kyapman deydiganlar o'yda bo'ladi ekansan, ishing yaxshi bo'lg'ay. Navoda o'z nafsingning g'amidil chopadi ekansan, hech ishing bir boshqa chiqmaydi. Saat 6'da o 4. resip qog'ozni echibdi. G'am g'ussalaringni qumga yoz. O sahilga tizilib, o'ltirib, qo'lida qepining puchqi bilan bir-birlarini yezibdi va qo'pqinicha qaytib ketibdi. Arqasiga burilib qo'ymabdi. Chunki onunga shu narsa ayonki, uzun o'tmayla shiddatli dengiz to'lqinlari yupurilib keldi-da. Onun qumga yezilgan hamma g'am g'ussalarini pokiz süpürüp taşlaydı. Ma'naviy jihatdan yengilishga vaqt kerak. Lekin biz uni bu ikkilamchi ish sanab ko'ngil shishga vaqt chiqarmaymiz. Ulug' islohotchi Martin Lutherning mundaq mashhur so'zi bor. Bugün qiladigan ishim bak jiq. Şoğa 1 saat ortiq iltijo qilaman. Onuncha ibodat rasmiyat emas, balki hurlik va kuch-quvvatni oshiradigan so'zlik buloq edi. Har qanday besim qiyinchilik ostidami o'zining mardona qiyofatini qilcha o'zgartmasdan yashab o'tgan Yiroq sharqlik bir ixlosmand Zoiddan biraylan so'rabdi. Bundaq amin aramlıqni qanday saqlab keldingiz? O zat bundaq javob beribdi. Chunki men istiqomat supsidan ayrilib baqqan banda emasman. Onun qalbi vujudi istiqomat supsiga, istiqomatdagi tinch amin aram xudolikqa chambarchas bog'lanib ketgan edi. Hech qanday vaqt va hech qanday ish onun istiqomatga berilgan qalbiga so'qinib kirolmagan edi. Buningdan ko'rilishga bo'ladiki, biz hayotlik manzilimiz va turmush mantiqimizni haqiqiy to'nib yetadiganmiz. O xuddi hammani bir yerga jamlaguvchi soyibonlikka o'xshash. Bizni to'xtovsiz yengilab, kuchlantirib, kuchimizni markazlashtirib turdi. Hayatdan erişidigan neticemiz texmo ko'rinarlik bo'ladi. Şunlaşqa men odamning majburiyat ehtinomisini bek muhim bilaman. Turmushning yadrosi va nishonini oydinlashtirish bizni uzuksiz tafakkurga, temkinlikka yetaklaydi. Ruhiy jihatdan o'zimizni isloh qilib turish jarayonida iroda e'tiqodimiz chingib, her bir kunlik ish ahvolimizni mecburiyet burcida tamamlashga kuchaydigan bo'lamiz. David Mackay insonning qalbida cho'nqur her kuni nihoyatda shiddatli jang bo'lib turdi degan ekan. Bu jangda g'olib kelarsangiz qalbingizdagi ziddiyat to'qinish pastga tushib, aminlik ve hayatının haqiqatini his qila oladigan sagak ong sizning bo'lg'ay. Hamkorlik, mehr shafqat, boshqalarning kulki shodligiga hamshirik bo'la oladigan memnuniyet tuyg'ulari qo'shilgan ommaning e'tirofi ham sizga ergashgan. Bu ma'naviy jihatdagi qatlamkan qadrli qarindoshlar. Endi aqli qatlam to'g'riliq birlikda o'rganib o'tamiz, canım dostlarım. Yani 4 tane qatlam var dedik. Şu qatlamning birisi aqli qatlam ekan, canım dostlar. Bayatın ten qatlamini, ondaki ma'naviyat qatlami hamda aqli qatlamga o'tdik.
Bizning aqliy taraqqiyotimiz va o'rganish odatimiz muntazam ma'rifning mahsuli bo'lib, maktabning ta'lim tanbihidan ayrilsalar, nurg'unlarimizning kallasi qatmalashib ketadi. Kitob o'qish xo'sh yoqmaydigan, tashqi dunyoning yangiliklari haqida izlanmaydigan, boshqa turib fikr yurgizmaydigan, bir narsa yezishga tirishmaydigan, ko'ngil egilari yezib tashlab qo'yganlarini varaqlab qo'ymaydigan, o'zimizni ifodalashning to'g'ri tavlangan ilmiy usulga qarata tekshirish elib bormaydigan bo'lib ketganmiz. Vaqtimizning televizorning oldida xo'rab tugugan. Uzoq mezgillik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, nurg'un oilalarda televizorning ochiq turish vaqti haftasiga 35 soatdan 45 soatgacha ekan. Bu nurg'unlarimizning xizmat vaqtiga tangshilib qolsa, yana nurg'unlarimizning o'qish vaqtidanmi eshib ketadi. Mana bu televizorning jamiyatga ko'rsatgan kuchli ta'siri, uningdan eshib tushganligini televiziyada targ'ib qilinayotgan qimmat qarashlar to'ydirmasdan ideyamizni o'zgartib tashlaydi. Ailede biz haftalik televiziya ko'rish vaqtini 7 soat, ya'ni kuniga 1 soatdan bekitib olganmiz. Ailevi suhbatda biz televiziyaning ailega elib keladigan yaxshi yomon ta'sirini mulohaza qilsak, mubodo hammamiz mudofiyada turish va raqobat kayfiyatlarimizni tashlab, obdan sapsalsaqlar mag'zab teatr yoki allaqandoq programmalarga mas'ul mustag'ruq bo'lib ketishning sepi o'zidan benormal tayinlanish ekanligini bayqay olamiz. To'g'ri, televiziya turmushni ranglashtirdi, rangdor qildi. Valanki nurg'un televiziya programmalarining vaqtimiz, zihnimizni behuda xo'ratganning ustiga ajoyib zo'r passiv ta'sirlarni elib kelganimi ham rost. O'tgan yilgi adamning minusini chiqarib qolibdi. Kitobni ustiga chiqarib qo'yganning minusi normal ishlayotgan. Kitobni o'qimay televizor ko'rganning minusi bo'sh shakal. Ahindaq holatda ishlatdik. Uni paylaşgandan keyin Amerikadagi Mamtimin akamiz doktor undan deb ketishga bo'lmaydi dedi. Lekin televizorninki kontrol qilib muvofiq darajada bir narsa o'rganish yoki shu vaqtda biz kontrol qila olsak, bak ko'p ko'rgandan, ya'ni bir narsa o'rganadigan bo'lsak, uning foydasi bor. Bo'lmasa vaqtimizni sarf qilgandan boshqa narsa emas, qadrli qarindoshlar. Vaqtni xo'ratmayli. Televiziya programmalarini oqilona tanlashda 3-odatga murojaat qilgan tuzuk. O bizning muddaoyimiz va ong ideyimizga uyg'un keladigan uchur, kishini o'ylashga yetaklaydigan nodir programmalarni farqlantirish va tanlashimizga yordam bergusi. Aqliy jihatdan yangilanish, uzuksiz ilm egallash, nazar doirasini kengaytib turishga bog'liq. Hatto ba'zida kuchaytirish sinflariga sistemalik o'rganishga murojaat qilmaymi bo'lmaydi. Lekin odatdagi ahvolda bunda qilishning zaruriyati yo'q. Aktiv, jo'shqin odam uchun o'zini tarbiyalab, isloh qilib turishning usul choralari degan ko'rmang. Munavvar adabiy asarlarni o'qib turish tafakkurni kengaytiradigan eng yaxshi usul. Siz bu orqali tarixdagi va zamoningizdagi eng ilg'or ideyalar bilan uchrashib tura olasiz. Men hammanglarni eng bo'lmaganda oyda bir kitob, mumkin bo'lsa 2 haftada bir kitob, texmi yaxshisi haftada bir kitob o'qishga kuchab tavsiya qilguvchilardir. Kitob o'qimaganning qarg'udan farqi yo'q.
Meşhur edebi eserler, Harvard tevarrükleri, meşhur şəxslərinin tərcümanları, dövlət coğrafiyası degəndək oxuşduqlar mədəniyyət düşənçimizni mollaşdırğıcı ən yaxşı əsərlərdir. Dövlət coğrafiyası degen National Geography degen aşı buluşu mümkün qadarlıq qarindaşlar. Yoki özümüzün yaşab atqan dövlətinin coğrafiyası. Oxşamagan üstüb Geçirirsizler. Bugün ben zukam bop qalğan, şunlaşqa avazım bir xil çıxıb atıdı. Bəzi nəfəsmə yetişmədi. Oxşamagan üslubdagi əsərlər təfəkkürümüzni açıb, bilim qurulmamızı yükseldirib, aql tig'imizni texmo bilaydi. O'qiganda 5-chi odatdagi prinsip bo'yicha o'z ta'sirotimizni qo'shib olmasdan oldi bilan avtorning nima demoqchi ekanligini anqirishga kuchab o'qisak, buning foydasi texmo yaxshi bo'lg'isi. Avtorning bayon muddaosini bir chetga qayirib qo'yib, o'z kechmish yetmishlarimizga bog'lab hukm chiqaramiz deydi ekanmiz. O'qishning unumi necha hassa tuvallab ketadi. Aql shamshirini bilib turishning yana bir unumli usuli yozishdir. O'zining o'y xiyol kashmishlari, tushuncha hosilatlarini yozib menish tafakkurni texmi o'tkir, aniq va izchillikqa ega qiladi. Yozganda ishlarning hadisiy qatlamida to'xtab qolmasdan, boshqalarning ideya, ta'sirot, tushunchalar ustida muloyiza yurgizalsak, o holda buning tafakkur qilish, aqliy xulosa chiqarish, boshqalarning o'y xiyolidan foydalanish iqtidorimizni o'stirishimizda foydasi zo'r bo'ladi. Alloh razı olsun, rahmat, duo qilib qo'yasiz. Bu haliqi bayatin kitap o'qishda, o'qigan chog'da yozuvchininki o'y fikri bo'yicha o'qib chiqing debdi. Men diqqat qilgan nuqta, endi yozgan vaqtida boshqalarning o'y xiyolini o'ylab turib, o chog'da nima qiling? O'qiganda o'zingizning idisi bo'yicha o'qib olmay, yozgan chog'da boshqalarni o'ylab, bundan shuni yozib qilsangiz, bek yaxshi bo'ladi debdi. Bu usulni o'rgatibdi qadrli qarindoshlar. Tashkillash va planlash ikkinchi, uchinchi odatlar bilan zich munosabatli bo'lgan aqlni o'tkirlashtirish usullaridir. Ya'ni planlıq ish boshlash, aqlni o'tkirlashtirish uchun boshqa ishlarni o'rinlashtirish jarayonida menning tasavvur va tafakkur iqtidoridan foydalanib, ish boshlashdan avval butkul jarayon hamda natijaga qarata ko'nglida aniq son turg'izib olish, konkret qadam bosqichlarga qarata keskin hukm chiqarolmagan taqdirdami asosliq bosadigan yo'l, manzillar haqida kallasida son bo'lish kerak. Jangning g'alabasi qo'mondonning taktikasiga bog'liq deydigan gap bor. Başta deb o'tgan tan Başta deb o'tgan tan, ruh, aqldan iborat 3 tig'ning bilinishi amaliyotda g'oliblarcha o'tsin har kunim deganni reallashtirish jarayonidan iborat xolos. Tavsiyem her günü tig'ingizni 1 soat bilan qoldirmasdan, bo'shashmasdan qilib qolgan ömrünüz uchun bo'lsin. Yani o'zingizning ömrünü texmi yaxshi o'tkazaydisingiz. Ashunda qiling debdi jenim do'stlar. Hamda tan qatlami birinchi qatim dedik. İkincisi nimati ma'naviy qatlam, üçüncüsü aqliy qatlam idi.
Endi gepning postkallisi ijtimoiy hissiy qatlamga keldik canım dostlar. Yani ögünüvatqınımız Amerikalık yazgıcı Stephen Covey'nin dünya için en köp satılan kitap bu. En satılan kitaplarının birisi. Önümdar kişilerin 7 adeti The Seven Habits of Highly Effective People degan kitaptan ögünüş kılıvatımız canım dostlar. İctimai hissi katlam. Ten, ruh, akli katlamlar birinci, ikinci, üçüncü adetler bilen zich bağlanışlık bulup, asasen şahsının arzu tiliki, öz-özünü idare kılışı ve başkuruş prensiplerini çöğredeydi. Lekin, ictimai hissi katlamının mühim noktası adet 4, 5, 6 yani 4. 5. 6. adetlerge mücessemleşken bulup, kişiler ara başlamçılık, samimi alaka, icadi hemkarlık prensiplerine merkez kılgan. Yani 6 adetini yeni bir kata tekrarlayla kadarlı kıyırdaşlar. 6 adet limitte aktif teşebbüskar bol, birinci adet, ikincisi nişanlık iş başla, üçüncüsü mühim işini baş tıkıl. Bu üzümüzün yakki dairesiyle muvaffakiyetli alakadar iş. Onun keyin ten neplen, düşen andin düşünüşünü iste. 6. adet, yaxşı hemkarlaş. Yani bu şu 6 adet. Hemmisi bizden 7. adetini yetildirişimizge hizmet kıladigan qadrli qarindoshlar. Buni her daim biz bir yerga çaplap koysak bo'ladigan buni. Bu adetlerini yani 4. 5. 6. adetlerge mujassamlashgan bo'lib, ijtimoiy hissiy qatlamning muhim nuqtasi kishilar ara başlamchilik, samimiy aloqa, ijobiy hamkorlik prinsiplerini merkez qilgan. Bizning hissiyat turmushimiz özümüz bilenle çeklenmeydi. Belki köpünçe başkalar bilen alaka bardı keldi de ifadelanıdı. Şoğuma ictimai katlam bilen hissiyat katlamı çemberçes bağlanışlı münasebet kurulması hasıl kılgan. İctimai hissi katlamdaki yenilaş yani bileş bilen yenilaş başka katlamlara okşaş onun için köp vakit talep kılmaydı. Biz onu kündülük badi keldi jaryanı tamamlayalaymiz. Lekin yanıla meşq qilishga to'g'ri keladi. Onun üstüge köpünçimiz texçe ammivi sahada muvaffaqiyat qazanılmagan. Bunun üçün zürür bo'lgan 4. 5. 6. adetlerden bir xabar bendiler bo'lg'achqa öz-özümüzni rag'batlantirib, qamchilab turishimiz texmo zürür. Misalen, sizni men uchun tulumu halqılık adem deb paraz qilayli. Sizni çokum xo'jayinim yoki chakirim, xizmatdishim yoki do'stim, qo'shnam, bola chaqam ish qilib, men bilan badi keldisi quyuq muhim bireylen deb o'ylayli. Biz quyuq aloqa qilamiz yoki birga ishlaymiz va yoki muhim bir ishni kengaytyapmiz. Veya ki ma'lum bir vazifeni birge tamamlamakçı. Vahalenki aramızda ihtilaf fikirde farq var. Xuddi sizning ko'rguningіз yosh qiz, mening ko'rgunim mo'may bo'lgandeklar. Kitobni dastlabda boshlagan vaqtda bir resimga qarab, bu qanday bir resim, kimni ko'rdingiz deb so'rgan savolga gaplarni deyotdi. Şu zat men 4. adetni sınab ko'ray. Yani sizga dey, ikkimizning bu meseledagi qarashimizning o'xshash emasligi menga ayon. Bo'lmasa, her ikkilarni rozi bo'lg'anak chora topqicha fikrlashib baqayli. Bo'ladi. Meningcha ko'pinchalarning ma'qulga
limşitişida gap yok. Endi men 5. adetke, yani aldı bilen özgünü düşünüşke ötey. Zen salay, maqsadim hergizmo inkas qaytırış emas. Belki sizning oy kuyunuzni tel töküz düşünüş bolsun. Demekçi boğanlarınızı seningdek iniq yiyişip düşendirip boğandın kin, emdi mening meydanımni tafsili, düşünüşlük şerhilep mening noqti nazarimni sizga bildiray. Her ikimiz ünümlük hal qilish chorasi ustida izlangan, hem bir-birimizning ko'nglidagini cho'nqur tushungandan keyin emdi 6. adetga o'tamiz. Yani aradaki nizani tugutadigan 3. xil loyiha ustida izlanamiz ve bunun her ikimiz dastlabida o'ttirib qo'ygan loyihadan ko'p afzal ekanligini e'tirof qilamiz. Yani ikimiz ayrım düşünümüz, ayrım planlarımız var. Ama bir yerga kelib o'rtaq bir planni chiqargandan keyin bu her ikimiznikidan texmi yaxshi, kuchli bir plan bo'ladi demoqchi canım dostlar. Mana buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, 4, 5, 6 adetlardagi muvaffaqiyat hergizmo aql bilan emas, balki hissiyat bilan, aramizdagi bexatarlik, ishonch tuyg'usi bilan münasebetlikdir canım dostlar. Adamның bexatarlik tuyg'usini oshiradigan usullardan munularni ko'rsatish mumkin. Prinsipda ching turish, o'zini muayyanlashtirish, boshqalarga yaxshilik o'ylash, ya'ni suizand emas, yaxshi husnizanda bo'lish, hayotda yengilishdan iborat ikkila tanlash emas, teng naflanishdan iborat 3. xil mumkinchilikning borligiga ishonish. Kishilarga shafoat, xayr ihson qilishni xushallik bilish, o'zi kuyib kul bo'lsa-mu boshqalarga nur bag'ishlash. Qilayotganingizni bir xil mehnat bag'ishlash deb bilsangiz, oddiy ish bu ulug'vorlashib ketadi. Angliyalik adib Bernard Shaw mundaq degan edi: Özün ehmiyetlik deb qaragan ish bilan mashg'ul bo'lishning o'zi bir xushallikdir. Tabiatning kuchiga aylan, hergizmo asabiylik, shaxsiyatchilik, ruhiy binormallik va yoki hamma yerda parakendchilik yoki bir belen gepken to'liq o'qig'ilolmadi, kechiringlar. Angliyalik adib Bernard Shaw mundaq degan edi: O'zing ahamiyatli deb qaragan ish bilan mashg'ul bo'lishning o'zi bir xushallikdir. Tabiatning kuchiga aylan, hergizmo asabiylik, shaxsiyatchilik, ruhiy binormallik va yoki hamma yerda parakendchilik tug'diruvchi ahmoqning gumashtisiga emas, mening jon tinim butkul jamiyatga taalluq. Tinimda jonli bo'ladi ekan, uning uchun qo'limdan keladiganning hammasini bag'ishlashga roziman. Mana bu mening baxt sharafim. Tiniqimdan qolgandimi, o'zimning borlig'ini jamiyatga sarf qilsam deyman. Chunki men qancha tirishib ishlagan siri shuncha uzun yashayman. Turmushning o'zidan shuncha xushallik his qilaman. Meningcha turmush hergizmo qisqala yenib o'chadigan sham emas, balki yalqinliq mash'aldir. Men uni hozir uchun ko'tarmayman, balki kelgusi avlodlarga yetkazib berishdan avval uni texmo nurana yalqin uchun tirishman. Debdi bu Angliyalik adib Bernard Shaw degan efendim. Eldon Tanner, bag'ishlash bizning mushu zaminda yashashimiz uchun berilgan imtiyozga to'lagan badalimiz degan edi. Bag'ishlash har xil bo'ladi. Mayli biz nada,
Näge mensup bolayly? Küllü ötüdeken bütkül vücudumuz bilen küyeyli, süyeyli, hiç bolmaganda bir adam üçün bosumu. Depti bu Stephen Covey efendim özününki Önümdar kişilerinin 7 adeti degan kitapda canım dostlar. Endi bu herini bilep duruştu ki 4 katlamlı, yani özümüzü güçlendirişke 4 katlamlı birlikte ügendik. Endi başkalarını özgertiş degan iyege emdi kildikemiz canım dostlar. Aldı bilen özümüzü güçlendirdikemiz sağlam boğaldın kin, onun dinkin başkalarını özgertişke ötüdikemiz. Bu olmasa başkalarını hata özgertip sılışımız tabii kadarlık kırımdaşlar. Yani 55 minut boptu. Başkalarını özgertiş 389. bettiyken kadarlık kırımdaşlar. 399 yine 10 bet mezmun bakken yeni bir 20 minut vaktimiz birlikte ötüdü. İnşallah canım dostlar bunu tüküt atayla. Başkalarını özgertiş. Müziklik tiyatr çüştüki çevandazda kişi kalbinin lezzigi saldığın mundak tersirlik vaka bayan kılındı. Otur eserde bir çevandaz siz nami hemmigi porketken payişiden birine uçurtup kalıdı. Lekin bu şairenin tuyguku bay çevandaz bu ayalının cisminin özgücü güzellik ve latafetini körüp itidu. Hem de onun bulgangan tininin çonkur katlamını kümülüp kalan güzel huluk peziletke bara çin pütüp onun yeni kıyafetige sümovul kılıp Dulisnia dep yeni isim koyuvalıdı. Başta ayal onu keskin red kılıdı. Açık keşmişler onun kalbede unutulmaz cerahatlerde kaldırgan idi. Şoňa o çevendazni uçuğa çıkan alcıgan ähmäkkä çıkırıp ötüdü. Lekin çevendaz bel kuvvetmesden özünün otluk muhabbetini izar kılıverdi. Tosuş ters boğan muhabbet yalqını asta ayalının ketip kalan kalp divarını ütüp onun hakiki ayallık nazaketini ve hulkunu oygutuşka başlaydı. O asta turmuşunu özünü özgertişke kirişiydi. Hem de hemmini heyranı hes kaldırıp yep yeni turmuşka kadem basıdı. Epsus keyince ayal yana konu senimegi desteşke düşüdü. Sekratlı yatkan çevendaz ayalını çakırtıp gelip kişinin yürek bağrını izidigan emelge aşmagan arzu digen nakşini inciklap durup eğitidi. Hem de ayalının küzüge tikilip durup hayatının en ahirki tınıkları bilen boş piçirlaydı. Hergiz unutmang siz digen Dulisnia. Her bir adem cemiyet eynikinin bir parçası. O etrafındakilerinin oy, hiyal, karaş, bahalarını eksettirdi. Biz aşı eynektin etrafımızdakilerinin nezirdeki üzümüzün eksini köreleyimiz. Lahalen ki cemiyetin ibaret bu körgü kişilerin fikir karşı, tuğduş ve tefekkür usulü talebeden belgilinidir. Özara tayinişçen münasebetinin bir halkısı bulmuş, bizde köpünçe men degen cemiyetin ibaret çoğun eydekinin bir kısmı deydiğen yuşurun an saklangan boludu. Biz öz eynikimizde başkalarının eksini inik ve hakiki körüstüp berişke, olanın aktif mesuliyetçılığa kol koyup, olanın hareket adetini özgertişke, olanın tehimu prinsipal, akıl, mustakil, kargı kiladigan kişilerge ayrılışığı yardım berişke, olanın hakiki kıyafetini körüstüp berişke tamamen kadirimiz. Akılana angı iyi kişiler bildi ki, başkalarının hakiki kıyafetini namayan kılıp beriş,
hergizmo bizni pastlashtirmaydi. Belki bizni texmo kuchli qiladi. Chunki mundaq sağlam, ang, tashabbuskar kishilar orasidagi unumlik aloqani ko'paytirdi, kuchlantirdi, debdi qadrli qarindoshlar. Ba'zida o'zingizga ishonch qilolmaganingizda boshqa birov sizga aqida bog'laydi-da, sizning o'zgarishingizga sabab bo'lib qoladi. Mana bu hayotdagi buyuk burilishdir. O'xshashlar sizmi boshqalarning haqiqiy aksini ko'rsatish va uning yo'lini qo'llash, muayyanlashtirishga qodirsiz. Birov kishilarning nazaridagi ijtimoiy aynaklarning zarbisida kun suri tushkunlashib, xarablashib ketayotganda siz onunga ishonch nazaringizni tiksiz. İşenç nazarınızla tiksiniz, onun hal muğuğa kulak salsınız, onun için gəm yesiniz ve onu buruç məsuliyyətin qaytırmasdan, əksçə onunla ilham, rəğbət bəsiniz, çoxum ki o ornudan dərs turudu. Keşirinler. Çoxum ki o ornudan dərs turub ketidi. Kelgüsüge aldın baha berişinin önümüge ait mundaq bir vaqaga nazarimizni ag'dirib ko'raylik. Yani kelgüsüge aldın baha beriş degan mundaq vaqa. Angliyadagi bir maktabning kompyuterdan to'satdillah sistema chatqi chiqib, o'quvchilarning natijasini xotirlaganda a'lochi o'quvchilar sinfi nachar o'quvchilar sinfi aksicha a'lochi qatorida tizimlanib qoldi. Odatda mushu dokladga asosan o'qituvchilarga qanday muomala qilish, darsni qanday o'tish loyihalari bekitildi ekan. Maktab 5 aydan keyin bu chataqni bayqabdi. Hamda buni qat'iy maxfiy tutishni qaror qilib, bu bolalarga qarata qaytadan baholash siliqi elib bormoqchi bo'ldi. Natijada kishini hayron qoldirgudek natija ayon bo'ldi. Ya'ni nachar deb qaralib qolgan a'lochi o'quvchilar ne boshqalar kallasi ishlamas, chataqchi, kapsiz bolalar deb qarag'achqa balalarning aql bo'linmasi ko'rinarli tuvallab ketgan. Ya'ni o'qituvchilarning oldin bergan bahasi ularning chekinishini keltirib chiqargan. Lekin xato holda a'lochi qarilib qolgan nachar o'quvchilarning natijasi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan. Chunki ular aqlli bolalarga qo'yilgan muomalaga, o'qituvchilarning kuyinishi, qizg'inligi, ishonchisi, umid var, rəğbətlendirişə erişkən bulub, o'quvchilarga bo'lgan zo'r umid, yuqori baho aks etilgan. Maktab o'qituvchilardan bu o'quvchilarning o'qish boshlangan dastlabki haftalardagi ahvolini so'raganda, o'qituvchilar bunday javob bergan. Nima ishligini biz bilmadik. Dastlabida har qancha tirishsaqmi, ancha unumi ko'rilmadi. Amalsiz o'qitish usulini o'zgartirishga majbur bo'ldik. Demisimi, kompyuter bu o'quvchilarni aqlli deb ko'rsatib tursa, ularda ilgirlashlik bo'lmasligi cho'qimki, o'qitish usulidagi chataq deb qaralishi muqarrar edi. Şunun bilan o'qituvchilar o'zining qo'lidan keladiganligi tirishchanlikni ko'rsatib, o'qitish usulini o'zgartgan, yaxshilagan. Buningdan ko'rinishga bo'ladiki, o'quvchidagi bilmaslik o'qituvchining qatmal o'qitish usuli keltirib chiqargan oqibatda boshqa bir narsa emas. Biz öz aynakimizda boshqalarni qanday ko'rsatamiz? Bu ko'rinish turmushga qanchalik ta'sir qiladi? Bizda boshqalarga hissiyat selinmasi sog'udek
baylık ba. Biz başkalarının yoşurun küşüne kanç kaza alırsak, xotun, bala çakıllarımız, hizmettaş, hemsayilerimiz, hemnin kalbide, hem sayilerimizin kalbide mundakla eslime hatır emez, belki özümüzün unutulmaz obrazımızını kaldıra alayımız. Ulağı mundakla estilik belki çaplap koymaylı. Belki ola bilen birgi ötken her bir dakika ulanı okşamagan noktalardan küzüteyli. Hem de ulanın işlerinin müstakil, öz fikirlik buluşuğa yardım verip, güzel, мәnilik, önümlük münasebet çembiriki tiklep çıkaylı deptu Stephen Covey. Giyoti şundak deydi. Bir adamga yüzaki pas noktadan karısan, onunla ilgileş buluşun natayin. Lekin onunla iktidari ve talantlı noktasının bağı bersek, o çukum ki tehmu kayil ve şicaatcan bulup kitidu. Deptu Giyoti. Kardeşler, birlikte ügünüm atkınımız Stephen Covey'ninki Ünümdar Kişilerinin 7 Adeti diye kitaptan 7. adet herini bilep dur, yani üzerine güçlendi, terakki kıldı diyen mezmununu ügünüm atımız canım dostlar. Endi tengpunlukni yenilaş degan mezmunga ötübüz. Tengpunlukni yenilaş. Öz özünü yükseldiriş ve yaxşılaşta çokum ki ten, ruh, akıl, ictimaiyet, hissiyattan ibaret insanın 4 xil toğma xaslıqıga ten itibar verilişi gerek. Hemmisini ten yığılaş bek mühim. Hemmisini tengpung terakki kıldırış arkalıkla köngüldekidek ünümge erişkili buludu. Qaysi birgi sel qarıldıken başka katlamlarga pasif tesir elip kilidu. Şirketler arasındaki rikabetmi bununla okşup gididu. Maliye ahvali, şirketinin mahiyeti, ihtisas xadimlarını bayqaş, yetiştiriş, terbiyeleş ve işletiş. Akıl paraset, hizmetçi xadimlarga boğan muamele, ictimai hissi katlam. Tüpneşen, yetekçi prinsiplarını namayen kılıp duruş bolsa, şirketinin ruhidir. Şirketning mevcutluğu mana shu 4 xil omilning tengpung taraqqiyotiga bog'liq. Tengpungluk buzildikan asli bar afzallikmi putlakashanga aylanib qolishi mumkin. Nab foydani ko'zlaydigan ashundaq shirkatlarmi borki, eg'izida oliy janoblik davringini sog'an bilan kecha kunduz o'ylaydigini yanchoq tomlash. Mundaq şirketlerde ağır derecedeki petişmezlik ahvalı saklangan buludu. Yani okşumagan tarmak bölümler özlerininkinila hakkı çıkarıp birbiriga uruku oluşudu. Astrid'den birbirini putlaydı. Toğra, paydı qoğuluşuş her kandak soda şirketinin asası maksidi. Lekin o bir şirketinin mevcutluğunun birden bir bunda as bulup qazı bolmaydı. Yaşaş üçün yeyimiz go. Hergizmo iş üçünla yaşamayımız. Yine bazılar ictimai hissi terapkili bek küçük irip gitidi. Ma'lum ma'nini alganda bundaqla cemiyetinin tecrübe buyumları xalas. Olada özünün kadir kıymetiga nispeten iniq iktisadi ölçem yok. Önümün yuqori tüvenlikini ölçep turduğun ölçem tarazısının tayini yok. Neticede hiç nimege erişmeyle kalmay,
bozorda mavjud bo'lib turish iqtidoridan mahrum qoladi. Yana ba'zilar borki, ularda belgilik mulozimat, iqtisod va aloqa o'lchami bor. Ya'ni 3 qatlamli taraqqiy qildirishga ahamiyat beradi yo'q, lekin xizmatchilarning iqtidorini bayqash, tarbiyalash, ishlatishga sal qaraydi. Neticede bu xil kamchilik o'ng'ayla rahbarlik shaklini sipoya hokim mutlaqlikqa aylantirib qo'ydi. Şirketler her xil şekildeki kollektiv tirkishish, o'zaro put tepişish, sarxillar eqib ketishdak ajallik patqoqqa petib qoladi. Mayli shaxs yoki kollektiv bo'lishidan qat'iy nazar. Yuqori unum qazinimalar deydigan barliq halqalarni tangpong taraqqiy qildirish, ya'ni bilashga to'g'ri keladi. Qandaqdaki halqaga sel qaraldikan, o başqa halqalarning unumiga va iqtidorining joriy bo'lishiga passiv ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Shaxs kollektivlar bekitilgan mas'uliyat ahdnomasiga 4 qatlamdagi mazmunlarning hammasini kirgizalsa, tangpong bilash, yanglashqa muqim ramka bekitilgan bo'ladi. Bu xil harini üzüksüz bilib turish, umumyuzlik sifat boshqarish harakatining alayidligi. Mundaqcha aytganda, Yaponiya iqtisodining ushqandek ishining tugunidir. Debdu qadrli qarindoshlar. Ana olsa bu mazmunni qayta o'qay. Mayli shaxs yoki kollektiv bo'lishidan qat'iy nazar, yuqori unum qazinimalar deydigan barliq halqalarni tangpong taraqqiy qildirish, bilashga to'g'ri keladi. Qandaqligi halqaga sal qaraldikan, o boshqa halqalarning unumiga va iqtidorining joriy bo'lishiga passiv ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Shaxs kollektivlar bekitilgan mas'uliyat ahdnomasiga 4 qatlamdaki mazmunlarning hammasini kirgizalsa, tangpong bilash, yanglashqa muqim ramka bekitilgan bo'ladi. Bu xil harini uzluksiz bilib turish, umumyuzlik sifat boshqarish harakatining alayidligi. Mundaqcha aytganda, Yaponiya iqtisodining ushqandek ishining tugunidir. Ya'ni kaizen deydigan bir felsefe var. Şunu demekçi qadrli qarindoshlar. Kaizen deb izlasanglar Google'dan chiqadi. Endi yangilashdagi hamkorlik degan mazmunga o'timiz, jinim do'stlar. Stephen Covey'deki Önümdar kişilerin 7 adeti degan 7. adet herini bilib turish, yani özünü yaxshilash, taraqqiy qildirish degan prinsipni o'rganyapmiz. Endi shu yangilashdagi hamkorlik nima ekan, buni o'rganaylik. İnsandaki 4 qatlam xususiyat bir-biri bilan zich munosabatlik. Tanning bejirimligi aqliy taraqqiyotga madad. Ruhi yükseliş bardı keldinin muvaffaqiyatiga kepil. Demek ki tangpong taraqqiyotlar en kamil ve sarxil unumga hamildardır. Tanning bejirimligi aqliy taraqqiyotga madad, ruhi yükseliş bardı keldinin muvaffaqiyatiga kepildir. 4 qatlamning hammasi bir-biriga munosabatli. Kitabımızda kayıt kılıngan, demek ki tangpong taraqqiyotlar en kamil ve sarxil unumga homilidir. Kitabımızda kayıt kılıngan 7 xil adet mu jismani, ruhi tangpongluk aslida en obdan unumini ko'rsatadi. Çünkü her bir adet arasında ayrılgısız münasebet mevcut. Qanchaki aktiv tashabbuskor bo'lgan siri, bu birinchi odat.
Turmuşda öz üzünü yeteklep miniş, bu ikinci adet. Ve önümlük başkuruş ne? Üçüncü adet, işqa aşırgılı. Öz üzünü önümlük başkuruğan sırı, bu üçüncü adet. Yenilaş, bileş faaliyeti bilen texmi önümlük şugullanğılı, bu yettinci adet. Başkalarını düşünüşki intilgen sırı, beşinci adet. Hemkarlık asasındaki koş ünüm endizisini berpa kıgılı. 4. 6. adetler. Müstakil iş beceriş adetini yitildirgülü. 1. 2. 3. adet. Özara tayinişçen muhitte teximi yukarı önümge erişkili. 4. 5. 6. adetler boludu. Yani bu adet diyenlerini çıkırıp etip okaymana. Qanchaki aktiv teşebbüskar bolğan sırı turmuşda öz üzünü yeteklep meniş ve önümlük başkuruşunu işqa aşırgılı. Öz üzünü önümlük başkurgan sırı yenilaş bileş faaliyeti bilen teximi önümlük şugullanğılı. Başkalarını düşünüşki intilgen sırı hemkarlık asasındaki koş ünüm endisini berpa kıgılı. Müstakil iş beceriş adetini yitildirgen sırı özara tayinişcan muhitte teximi yukarı önümge erişkili boludu. Öz üzünü yengilap bilep duruş bolsa barlık adetlerini teximi küçeytiş ceryanıdır deptu kaderli qarindaşlar. Ten sapasını yaxşılap duruş, kişilik gayesini çimitiş, yani birinci adetki qaran. O öz aktiflikimizni, özlük tuygumuzni, müstakillik iradimizni küçeytişimizge yardım bilip, bizge özümüzning kimlerningdir qilish etmişlerinin qaldı qatsız qarab turdigan pasif adam emas, belki erkin, ijodchan adam ekanligimizni bildirdi. Mana bu beden çeniqtirishning eng cho'ng foydasi. Ro'yitimizni bilib turish, o'z o'zimizni yetaklash engimizni kuchaytganga barobar. O bizning tasavvur va vijdonimizga binoan hergizmo yolg'iz aslimiga tayinib emas. Ish qilishimizga yordam berib, ideya, qimmat qarashimizga bo'lgan tunishimizni cho'nqurlashtirdi. Turmushimizga sog'lom, tüp prinsip bekitishimizga, mas'uliyatimizni tunishimizga, tafakkur, harakat shaklimizni isloh qilishimizga, to'g'ri prinsipda ching turib, öz afzalligimizdan to'liq foydalanishimizga hamdam bo'ladi. Ma'naviy yuksalish kishining turmushini texmo mo'l ma'niga ega qiladi. İstanbul'da Şam namazının ezanı to'landı, qadrli qarindoshlar, Sulaymoniya jamida. Belki Muhteşem Yüzyıl degan filmni ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Ashyo'dagi Sulaymon, Podshoh Sulaymonninki saldigan jamisi. Mimar Sinanning sağgan jamisidan kelayotgan azan. Aqli sapaning eşi öz üzünü idare qilish eğinin küçüyüşünün dalalettir. O sizning ma'lum plan, loyiha o sizning azan bu tugaydi de qadrli qarindoshlar. Men o'qib undaki namozni o'qiymiz. Aqli sapaning eşi öz üzünü idare qilish eğinin küçüyüşünün dalalettir. Öz üzünü idare qilish eng 3. adetdir, qadrli qarindoshlar. O sizning ma'lum plan, loyiha tuzguningizda muhim ish, muhim bosqichlarni vaqtingiz va zehningizni eng avval sarf qilishingiz kerak bo'lgan nishonni belgilab olib, andin shuni cho'rida harakatlanishingizga yordam beradi. Özüksiz ügünüp terbiyelenip duruş, sizning bilimingizni texmi puxtalab, tanlash imkoniyatinizni ko'paytirdi. Muqim iqtisodiy kapolat hargizmi siz qilayotgan emgakdan kelmaydi. Balki sizning amaliy iqtidoringiz, tafakkur, o'rganish, ixtiro, tangshash qobiliyatingizdan keladi.
emeli iktidar degandagi 4 tane nokta: tefekkür, ögünüş, ihtira, tengshesh kabiliyetiniz deb ko'rsatibdi, qadrli qarindoshlar. Haqiqiy iqtisodiy mustaqillik mal dunyoning ko'pligiga emas, balki sizning boylik yaratish iqtidoringizga, ichki ma'naviy safoyingizga qaratilgan. Sizga taalluq kunlik g'animat har kuni eng az bo'lganda 1 soat sarf qilib, tan, ruh, aqli tig'ingizni bilash, 7 odatni yetildirishning ochqichi bo'lib, o tamamen sizning xususiy ta'sir chambarkingiz doirasidagi ishlar jumlasidandir. O zehningizni barliq odatlarni turmushga markazlashtirishga yig'ib, prinsipal turmush kechirishingizga yordam beradi. Bu ham ommaviy sohadagi kunlik g'animatning asosi. Shundaqla ijtimoiy hissiy jihatdan o'zingizni yengilab turishingizda zarur bo'lgan bexatarlik tuyg'usining kelish manbasidir. O sizga kuch-quvvat ato qilib, o'zaro hamkorlik munosabati ichida o'z ta'sir doirangizga ahamiyat berish, boshqalarga insof bilan muomala qilish, aradagi farqqa samimiy hurmat qilish, boshqalarning muvaffaqiyatidan memnun bo'lishni o'rgatadi. O haqiqiy tushuncha va o'rtaq hamkorlik asosida o'rtaq naflanishni ishga oshirishning unumli yo'li bo'lish bilan birga o'zaro tayinishchan muhitda 4, 5, 6 odatlarni amalga oshirishning asosidir debdi, qadrli qarindoshlar. Yine zukam biraz qiynab qo'ydi, canım qarindoshlar. Shunda o'sima gayet muhim odatning birisini o'rganyapmiz, ya'ni 7-odat. Nimitda harini bilib turish, o'zini o'zgartirish, o'zini yaxshilash prinsipi. Endi bo'rimisimon o'rlash degan mavzuga keldik. Stephen Covey'ning Unumdor kishilarning 7 odati degan kitobdan. Bo'rimisimon o'rlash, bo'rimisimon degani bilasizmi? O'zini yuksaltirish va yaxshilash bir xil prinsip, ham bir xil jarayon. Ya'ni yuqori o'rlash bilan burilish orasida bo'rimisimon yuqori ko'tarilish, uzuksiz takomillashish jarayonidir. Bu jarayonda to'xtovsiz olg'a bosaman, yuqori o'rlayman deydiganmiz, insonga xos bo'lgan alohida ne'mat vijdonni o'ylashmay bo'lmaydi. Chunki ana shu vijdon bizni haqiqiy olg'a bostiradigan yetakchidir. Stil xonimning so'zi bo'yicha aytganda, vijdonning ovozi shunchalik ojizki, uni osonla besib o'tish mumkin, lekin u shunchalik ro'shanki, uni xato shar'iylash mumkin emas. Vijdon bizning to'g'ri prinsip mezonlarni adishib ketdimi, yo'q degan masalaga hukm qilishimizga yordam berguchi. Shundaqla bizni to'g'ri manzilga yetaklaguvchi buyuk haqiqatdir. Nerv muskullarini chiniqtirish tanarkatchiga zehnini tanlab turishning ilm ahliga jondek zarur bo'lganidek, vijdonni tozalab turishmi hayotdan ma'na, ahamiyat, önüm, g'animat izlab yashayotgan kishilar uchun to'limi zarur. Vijdon yetildirish kishidan ajoyib zo'r ma'naviy o'ylanish va umumyuzlik mashq nishon talab qiladigan jarayon. Sen hayotga uzun-kesil samimiylik bilan beqishing, munavvar asarlar orqali ma'naviyatingni sug'urishing, o'zingda isil fazilat yetildirishga tirishishing kerak. Bo'libmi, vijdoning texi pishib yetilmagan daqiqalarda uningga teximo yetishing shart.
Yemeklik ve meşqdeki boşanlık ten hareketçinin ten sapasını oğayla kardan çıkarıp etkenge okşaş, şehvani, kopal, bir haya nerselerimi oğayla ruhiyetimizni xunuklaştırıp, akli kabiliyetimizni acizlaştırıp, bizni haq naqqa pervasız. Bu vicdan qanchalik tabiiy ve büyük idi ha. Özümüzün haqning ig'ziga chiqib qolmasligidan ansiraydigan zaipane bendige aylandırıp qo'ydi. Hamar Jolt mundaq degan edi. Hayvonga aylanmay turib hech kim hayvon bilan o'ynash qilmas. Haq nuridan mahrum bo'lmay turib hech kim aldamchilik bilan kun o'tkazmas. Kallasidan ang o'y, qalbidan vijdon ketmaguncha hem hech kim yovuzlik, zo'rlik, zo'mbulikqa qo'l uzatmas. Beg'ini pokiz tutay deydigan odam beg'ida yovutning bosh ko'tarishiga zinhar yo'l qo'ymas. Özlük haqida o'ylanishga boshlagan daqiqaning o'zida biz aniq nishon mizonga muhtoj bo'lamiz. U yo'q bo'ladi ekan, haqiqiy bo'shliq asta-asta tinib ketgandekla özlük ingimizning mavjudlik bo'shlig'imi bara-bara tariyib, hatto yo'qolib ketadi. Bizningmi yashash, avlod qoldirish uchunla midrab yurgan tirik mordidan hech qancha farqimiz qolmaydi. Mundaq odamni tirik deyish mumkin, lekin yashayotidi deyishga kishining tili kuydi. Mundaq pasif holat kishini o'zida ichilishni kutib yotgan bebaho boylik, o'zgacha talant, iqtidorning borligini his qilolmas darajada anqov qilib qo'ydi. O'zini yuksaltirishda oson yo'l yo'q. Nima tirisang shuni, qanchalik ajr qilsang shunchalik nasiba olasan. Dunyoning adolat tarozisi hamon oqilona tengshashda, haqqa qanchalik yaqin tursang, hukming aniq, tafakkuring shuncha suzuk bo'ladi. Bormisiman o'rlash yo'li bo'yicha o'zimizni yetaklayotganimizda cho'qimki chidamchan, qat'iy bo'lishimiz, vijdonimizga ergishishimiz va uni parvish qilishimiz kerak. O bizni erkin, bexatar, aql va kuchga to'lgan manzilga yetaklaydi. Buni rasmini chiqarib qo'ygandim, qadrli qarindoshlar. Yani 10. bapta 2. resim bormisiman o'rlash degan qarasak, aslida meni o'g'inish bilan boshlanibdi. Qat'iylik, amaliyat, o'g'inish, qat'iylik, amaliyat, o'g'inish, qat'iylik, amaliyatdan mana shunday bormisiman holatda ma'nigan gapgan kelim do'stlar. Maysini tartib o'stirgan o'xshash ish qilsak, oxiri shu maysini shalg'iga erishamaymiz. Nabut qilishdan boshqa natijaga ko'rinmaydi, qadrli qarindoshlar. Bormisiman o'rlash yo'li bo'yicha o'zimizni yetaklayotganimizda cho'qimki chidamchan, qat'iy bo'lishimiz, vijdonimizga ergishishimiz va uni parvish qilishimiz kerak. O bizni erkin, bexatar, aql va kuchga to'lgan manzilga yetaklaydi. Bu xil unumli aylanish o'rlashni ro'yobga chiqarish uchun to'xtamay, o'rganmay, qat'iy bo'lmay, o'rganganimizni amaliyotdan o'tkazmay bo'lmaydi. Bu xil unumli aylanish o'rlashni, ya'ni bormisiman o'rlashni ro'yobga chiqarish uchun to'xtamay, o'rganmay, qat'iy bo'lmay, o'rganganimizni amaliyotdan o'tkazmay bo'lmaydi. Bo'libmi, qanchaki yuqori o'rlagan sari amaliyotdan o'tkazish salmoqini shuncha kuchaytirish kerak. Bir oylikla tugatdim desangiz, bu o'zingizni aldashdan boshqa ish bo'lmay qoladi. To'xtovsiz ilgarilaymiz deydi ekanmiz, o'rganishimiz, qat'iy davomlashtirishimiz, amaliyotdan o'tkazishimiz va yana o'rganishni, chidamchanlikni, o'rganganimizni amaliyotga tatbiqlashni davomlashtirishimiz kerak.
Yani ben Merkezi Halk Radyo İstansiyasında işlep atkan Uygur qarindaşlarımızdaki programlarıdan Ügünüş, yanıla Ügünüş degan bir program barken, ben onu özümüzün Android malıqı Tədbiryay radyosuga çıkarıp koydum kadarlı qarindaşlar. Ben günde paylaşıvatıman Facebook'ta bakın dikkat qilgan buluşundan mümkün. Yarım saatlik nesede nurgun nesini ügütüdegen adamga Allah yiyip o qarindaşlarımız öz banayını saklısın. Onlarga bir yerden salam yollayımız. Demek ügünüşün her xil usulları var. Şunu ügünüşünü kat'i davamlaştırış lazım. Şunu ma Allah subhanahu taala ikra, oku, ügen degan ekan bizga bunun nimesini his qilyapmiz qadrli qarindoshlar. Endi foydali ko'rsatmalar. Birinchi, sog'lom turmushingizga foydali, turmush shaklingizga mos, sizga xushallik yana yutal, zukam kechirsizlar. Foydali ko'rsatmalarni o'rganib, undan darsimizda tugatamiz. Foydali ko'rsatmalar. Birinchi, sog'lom turmushingizga foydali, turmush shaklingizga mos, sizga xushallik bag'ishlay oladigan faoliyatlarning tizimlikini turg'izing. Ikkinchi, bular arasidan birini tanlab, mushu haftalik faoliyatingizning nishoni qiling. Hafta to'shqanda o'zingizni bağlab baqing. Nişanga yetelmegen bolsanız sebebini iniqlang. Onundan yüksek qimmat qarashqa mahliya bo'lib qaldingizmi? Yoki öz qimmat qarashingiz bo'yicha ish ko'rolmay qaldingizmi? Üçüncü, bizni ruhiy va aqliy jihatdan yuksaltiradigan faoliyatlarni, ijtimoiy hissiy taraflarda yaxshilashni xohlaydigan aloqa munosabatingizni şundaqla ammenin itirafıga tayinib, ünümünü özgertkiniz ba konkret işlerini tizip çıkın. Her bir katlamga ait bir faaliyet tanlang, hem de onu haftalık nişan kılın ve eminileştirin. Ahırda bahalap görün. Dördüncü, her haftada töttür. Yani töt katlam kaysıttı. Birisi yani bedeni, ten katlımı, ikincisi manevi katlam, üçüncüsü akli katlam, dördüncüsü ictimai hissiyat katlamı. Muşularını bilep durun, depti. Dördüncüsü de her haftada tığınızını bileş ahvalınızı hatırlap, işbadınız ve önümünü körüp bakın, depti canım dostlar. Hem de 11. babda yani şu gap batinidan zahiriga yarat üzüngni degan bu kin ügündigan dersler qadrli qarindoshlar yine 45 bet mezmun ba 45 mezmunni 2 dersga bölsek 83. ve 84. dersimizde ahire şu 84. dersimizde inşallah ünümdar kişilerin 7 adeti deganni kitapni öğrenip bo'lgan bo'ladi ekanmiz inşallah. Hem de kim bunu özümüzün hayotiga tatbiqlasak, nihoyatda yaxshi unumga erishishimiz mumkin. Agar yoqtirgan bo'lsangiz, o'zingizga foydali deb o'ylagan bo'lsangiz, mening YouTube kanalimga chiqarib qo'yma buni, yoki a'zo bo'ling va buni boshqalar bilan mayli ovozli bo'lsin, Tədbiryay radyomuz bor. Onun ulanmasını chiqarib qo'yman. Ularni paylaşıp qo'yan qadrli qarindoshlar, bo'lsa kitobni o'zingiz setib olib, o'zingiz o'qib baqing. İnşallah texmi ko'p foydasini ko'rishingiz mumkin. O'zingiz yashayotgan davlatda buning shu xil tildagi tarjimasi cho'qim bor. Yoki inglizcesini tepib o'qisangiz bo'ladi, qadrli qarindoshlarim. Adamız Allah'ın o'ziga omonat. Rahmat tirishab berganinglar uchun. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.